TOEFL IBT mock testdan necha ball oldingiz? TOEFL IBT testda 90 ball oldim. Hop, mock testini o'zi nima maqsadda topshirdingiz? Haqiqiy test topshirmaganimni o'zim bir sinab ko'raychi deb shu maqsadda topshirdim. O'zi o'qishga topshirmoqchimisiz? Chet eldanmi, o'zimizdanmi? Chet el o'qishga topshirish uchun, shuning uchun topshirish kerak TOEFL IBT. Qaysi qismi sizga sal osonroq bo'ldi? Menga reading listening jicha osonroq bo'ldi. Lekin speaking o'ta qiyin bo'ldi deb tushunaman. Kamroq praktika bo'lgani uchun deb o'ylaysizmi? Shunga. O'zi kontentlari ham sal boshqacharoq bo'lganiga. Birinchi marta qilishim. TOEFL IBT mock testini topshirishni boshqa insonlarga ham tavsiya berasizmi va nimaga? Imtihonda oldin mock topshirish rosa yaxshi, foydali. Haqiqiy imtihonga yaqinroq bo'ladi. O'zi bitta sinab ko'rgan bo'lasiz. Imtihondan taxminan darajasini bilib olasiz. Shunga qarab kamchiligingiz bo'lsa, imtihongacha bo'lgan muddatda o'zi o'stirish uchun mashqsiz bo'ladi. Ya bo'lmasa bir xil ishonch uyg'onadi o'zingizga. Tushunarli. Siz bizga Andijondan keldingiz, mock topshirgan. Shunaqa. Juda ham yaxshi. Xursandmiz. Kelajakda omad tilab qolamiz. Rahmat sizga. Xo'p.